Bu oilamiz ko'chada qolib ketadigan bo'lib turibdilar. Mana shu videoni tarqatib, like bosib, kommentariy yozib yuboringlar. Shu videomiz tarqalib ketsin. Mana kech bo'lganda ham zakot olib kelyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Bugun kuni bilan zakot tarqatdik. Alhamdulillah. Buni qo'ymayapman gruppalarga. Bu bilsanglar, konteynerda yashaydigan ayolimiz edi. Konteynerdan chiqib ketib, hozirgi kunda davlatning qaramog'ida bo'lgan. Bir paytlar bu boshlang'ichisini bayta bo'lgan ekan. Hozirgi kunda bo'sh turibdi. Bu yaqinda bog'cha bo'lar ekan. Bizlar ekanda unday bog'cha tushar ekan. Bu oilamiz ko'chada qolib ketadigan bo'lib turibdilar. Mana hozir zakot kartasini qo'yib qo'yganman. Bu o'sha xonadonning kartasi o'zi. Shunga iltimos, mana muborak Ramazonning oxirgi bir kunligida turibmiz. Zakoti nisobga yetgan birodarlarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar yoki mana shu karta orqali ehson qilinglar zakotinglarni. Iltimos qilardim. Bularni tezroq xonadonlik qilishimiz kerak. Bo'lmasa ko'chada qolib ketishlari mumkin. O'zim ro'yxatimda bo'lgan ona bitta qizlarim bilan o'zim ro'yxatimda bo'lgan erlari vafot etgan, har oy ro'zg'orim bilan ta'minlab turaman. Endi hozirgi kunda uysiz qolib ketgan o'tiribdilar. Konteynerdan chiqib ketganlar, hozirgi kunda davlatning qaramog'ida bo'lgan yerda turibdilar. Maktab bo'lgan bir paytda. Bu ham vaqtinchalik o'tiribdi, yaqin kunlarda chiqib ketadigan holat o'tiribdi. Hozirgi kunda 1 soat yer o'ti 10 ming ekan. 1 soatini hech kim sotmayapti. Sababi 1 soatini sotsam qolganini kimga sotaman deb. Shunga 2 soat o'qiladigan bo'lsa 20 ming bo'lib ketyapti. Iltimos qilardim. Bitta bir xonali bo'lsa ham uyga beraylik, don. Qiziqqanimda 30 ming, 35 ming atrofida bir xonali uy bo'lyapti. Agar bizlarni kuzatayotgan yaxshi insonlar bo'lsa, Allohni taniydigan, mana shu oilamizni muborak Ramazon oyida oxirgi bir kunligida shularga bitta uy hadya qilaylik. Iltimos qilardim sizlardan bir xonali uy. Ko'chada qolib ketmasinlar. Bu yaqinda bizalar ekanda. Iltimos, Alloh uchun, jannat uchun ehson qilaylik. Mana shu zakot kartasiga yoki naqd pul ko'rinishimiz aloqaga chiqinglar. Hozirgi kunda 4 ming dollar yig'ib qo'ygan ekanmiz. Shunga iltimos qilardim. Shularni tezroq uy vatalik qilaylik. Mana shu videoni tarqatib, like bosib, kommentariy yozib yuboringlar. Shu videomiz tarqalib ketsin. Mana shundan oxirgi mana bugun chorshanba, ertaga oxirgi payshanba ro'za, oxirgi Ramazon kuni. Iltimos, mana shu Ramazon kunida qilingan har bir sadoqatning darajasi 700 barobargacha. Inshaalloh, agar bizlarni kuzatayotgan boylarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Shularni tezroq vatalik qilishsa, sizlar sababli bo'lib qolaylik. Inshaalloh bu sadaqa joriy bo'lib qoladi. Inshaalloh har kuni sizga savob ajr borib turadi. Bir odamni xonadonlik qilgansan degandek qilib sizga namoyon amalingizga yoziladi. Har kuni sadaqa joriy bo'ladi.